Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni munosabati bilan Bojxona institutida tashkil etilgan Ilm va ayol barqaror jamiyat sari mavzusidagi 3 kunlik ilmiy amaliy anjuman o'z yakuniga yetdi. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Ilk bor o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi yosh olimlar kengashi vakillari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qarashli universitet va akademiya kursantlari hamda ilmiy izlanishlar olib borayotgan xotin-qizlar ishtirok etdi. Bu kabi ilmiy muloqotlar ayollarning ilm-fandagi o'rnini yanada mustahkamlash, ularning intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish va o'zaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Taqdirlash marosimida dastavval Bojxona instituti hamda Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Mazkur hujjat ikki ta'lim muassasasi o'rtasida ilmiy tadqiqot ishlari, kadrlar tayyorlash, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat va innovatsion loyihalarni yanada tizimli ravishda amalga oshirishni nazarda tutadi. So'zga chiqqanlar yurtimizda davlatimiz rahbari boshchiligida xotin-qizlarning ilmiy salohiyatlarini to'la namoyon qilishlari va ularni rag'batlantirish uchun keng miqyosdagi chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlashdi. Ayol kishining ta'lim olish shunchaki bu imkoniyat emas, balki bu burch va bugungi kundagi asosiy mas'uliyatlardan bittasi hisoblanadi. Agar biz bitta ayolga ilm bersak, bu butun bir millatni tarbiyalagan bo'lgan bo'larmiz. Mana shu 3 kunlik treningda biz juda ko'p narsalar oldik, bilmagan narsalarimizni o'rgandik ustozlardan. Treningdan eng asosiy narsa ayollarga bo'lgan e'tibor yana ham kuchayganligini his etdim. Davlat rahbarimizning bergan imkoniyatlari, sharoitlardan kelib chiqqan holda men bugungi kunda tarix fanlar doktori ilmiy darajasiga ega bo'ldim. Ayol kishining ilmli bo'lishi jamiyatning eng katta strategik zaxirasi deb o'ylayman. Ilmli ona tarbiyalagan o'g'il-qizlar hech qachon yot g'oyalar ta'siriga tushmaydi. Chunki ayolning ilmi bu bizning mafkuraviy qo'rg'onimiz hisoblanadi. Bojxona organlarida 10 yildan beri xizmat qilib kelmoqdaman. Ish bilan baravar ilmiy ishimni olib boryapman. 3 kun davomida o'tgan trening juda foydali bo'ldi. Undan tashqari bizning tizimimizda ham, boshqa tizimda ham ilm bilan shug'ullanayotgan ayollar bilan o'rtoqlashib, fikr almashib, juda yaxshi ko'nikmalarga ega bo'ldik. Bojxona instituti o'zida tayanch doktorantura yo'nalishi ochilgandan beri 3-ayol doktoranti bo'lib kirdim. O'z xizmat vazifasini bajarish ham ilmiy ish olib borish oson emas, lekin hamkasblarim ham maslahatlar yoki kerakli bo'lgan ma'lumotlar katta yordam beryapti. Anjuman yakunida faol ishtirok etgan bir guruh xotin-qizlar tashkilotchilar tomonidan sertifikatlar bilan taqdirlandi. Bojxona instituti ansambli va kursantlarning badiiy chiqishlari kechaga o'zgacha mazmun baxsh etdi.